Salom hammaga. Bugun men sizlarga Akatsuki a'zolarini eng kuchsizdan eng kuchlisigacha aytib beraman. Video boshlanishidan oldin like va podpiska bosib qo'y. Endi esa boshladik. Men bu topga Zetsu Arachimaruni olmayman, chunki Zetsu jangchi emas. Arachimaru esa Akatsukidan chiqib ketgan. 9 va oxirgi o'rin Hidan. Ha, u juda ham kuchli shinobi, lekin boshqa Akatsukilardan kuchsizroq. Keling, uni qobiliyatlarini ko'rib chiqamiz. Hidan o'lmaydi, uni kallasini uzib tashlasa ham o'lmaydi, chunki u Joshinga e'tiqod qiladi va Akatsuki ichida tezlik bo'yicha eng sekini. Buni o'zi ham aytgan va uni quroli serb, uni yordamida raqibga uzoqdan zarba bera oladi. Uning asosiy jutsusi o'lim marosimi. Uni qilish uchun Hidan raqibining qonini olish kerak va u raqibiga ulanadi va Hidan qanaqa zarar ko'rsa, raqibi ham shunday zarar ko'radi. Masalan, Hidan o'zining yuragiga serpini tiqib o'ldirsa, raqibi ham o'ladi. Ammo Hidan boya aytganimdek o'lmas, shuning uchun zarar faqat raqibga boradi. Hidanning Akatsukidan maqsadi Joshinga e'tiqod qiladiganlarni ko'paytirish va eng muhimi o'ldirish. 8-o'rin Sasori, uning tanasi qo'g'irchoq va u og'riqni his qilmaydi. Va u Naruto olamidagi eng kuchli qo'g'irchoq boshqaruvchi. U qo'ldan olov purka oladi va ucha oladi. Va uning eng kuchli qo'g'irchog'i bu 3-Kazekagening tanasidan yasalgan qo'g'irchoq. Uning yordamida Sasori temir qumni ishlata oladi. Bu juda ham kuchli jutsu va uning 100 barmoq jutsusi 100 ta qo'g'irchoqni boshqarib hujum qila oladi. Sasori juda ham kuchli shinobi. Buni u 3-Kazekagen yutgandan bilsa bo'ladi. Ammo u boshqa Akatsukilardan kuchsizroq. Sasori Akatsukidan qo'shilishdan maqsadi o'ziga o'xshagan kuchli shinobilar bilan tanishish. 5-o'rin Kakuzo, uni 5 ta yuragi bor va uni mag'lub qilish uchun uni 5 yuragini ham yo'q qilish kerak va uning tanasi iplardan iborat. U raqibning yuragini sug'urib olib o'ziga qo'ya oladi va bu unga raqibning unsurini beradi. Kakuzo asosiy 5 ta unsurdan foydalanadi. Kakuzoning Akatsukiga qo'shilishdan maqsadi pul ishlash. Money talks, dirty cash, I want you, and dirty cash, I need you. 6-o'rin Deidara. U hamma narsani portlatishni yaxshi ko'radi, chunki u buni san'at deb hisoblaydi. Uning jutsulari portlatishdan iborat. U bomba yasash uchun liniyani chaynaydi va unga o'z chakrasini qo'shadi. Aytgancha, Deidaraning og'zi 4 ta. Bittasi bitta kaftida va bittasi tanasida va yana bittasi hammanikidek og'zida. Uning jutsulari u gliniyadan qushchalar yasab, uni raqibga jo'natib portlatadi. Va uning eng kuchli jutsulari Sitor va Sinol. Sitor jutsusida Deidara o'zini katta klonni yaratadi va uni gliniyaga to'ldiradi va u juda ham katta masofaga portlaydi. Va Deidaraning eng kuchli jutsusi Sinol, ammo buning uchun o'zini qurbon qiladi. Ammo bu jutsu bemalol Konohani yer yuzidan o'chirib ola oladi. Deidara Akatsukiga qo'shilishdan maqsadi o'zini san'atini boshqalardan yaxshiligini isbotlash va Itachi'ni o'ldirish, chunki Itachi Deidarani Sharingani bilan mag'lub etgan. 5-o'rin va Akatsuki ichida yagona ayol Konin. U o'z jutsularida qog'ozdan foydalanadi va u o'z tanasini ham qog'ozga aylantira oladi va u ucha oladi. Uni Yomg'ir qishlog'ida farishta deb atashadi. U juda ham kuchli. U daji Obito mag'lub qilgan, ammo vaqtinchaga. Aslida u Akatsuki asoschilaridan biri va uni maqsadi Yomg'ir qishlog'iga tinchlikni qaytarish. 4-o'rin Kisame. U 7 ta afsonaviy qilichbozlardan bittasi va uni qilichi Samihade. U qilich chakrani so'rab ola oladi. Kisame juda ham kuchli. U suvli baryer yarata oladi, akulalarni chaqira oladi va u o'z qilichiga qo'shilib yanada kuchli bo'la oladi. Kisamening Akatsukiga qo'shilishdan maqsadi Obito maqsadini amalga oshirish. 3-o'rin Itachi Genjutsu mabudi. U Uchiha klandan bo'lib, u Mangyoku Sharinganga ega. Uning jutsulari Tsukuyomi, eng kuchli genjutsu. Uning yordamida Itachi raqibni xayolida vaqtni cho'zib, raqibni qiynay oladi. Ikkinchi ko'zda esa Amaterasu qora olov, bu olovni o'chirib bo'lmaydi va u hamma narsani yondirib oladi. Va Itachi Susanoga ega. Itachi juda ham kuchli. Buni u 13 yoshda o'z planini qirib yuborgandan bilsa bo'ladi. 2-o'rin Nagato, ya'ni Pain. U Rinneganga ega va u Rinneganning barcha kuchidan foydalanadi. Va uning asosiy jutsulari Shinra Tensei, gravitatsiyani boshqarish, ya'ni raqibni o'ziga tortish va uloqtirish. Bu jutsu juda ham kuchli. Bu jutsu bilan Pain Konohani yo'q qilgan. Lekin Nagatoning bundan ham kuchli jutsusi bor. Bu Chibaku Tensei. U havoda magnitli baryer yaratadi va u hamma narsani o'ziga tortadi. Pain Akatsuki'ni yaratgan va uni boshlig'i. 1-o'rin hamma kutgandek Tobi, ya'ni Obito Uchiha. Mangyoku Sharinganga ega va uning Mangyokusini kuchi Kamui. Uning yordamida u o'zini tegini bo'lmas qiladi. Hamma zarbalar uning ichidan o'tib ketadi va u xohlagan joyga teleport qila oladi va o'zi bilan birga biror narsani yo biror kimni teleport qila oladi. Va u sujetning oxirida Rinnegan ham oladi va u Painda bo'lgan hamma jutsuga ega bo'ladi.
bo'ladi. Obitoning maqsadi Madarani rejasi cheksiz Tsukiyomi. U bu jutsu yordamida hamma odamni uxlatib qo'yib, o'zlarining tushida yashashini xohlaydi. Shu bilan video tugadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.